Bu podkastimizni yuzida dog'i bor ayol, har bir ayol eshitishi kerak deb bilaman. Chunki bu yerda biz hali kosmetologiyada aytilmagan gaplar haqida gaplashamiz va undan tashqari nafaqat ayollar, balki kosmetologlar uchun ham juda ham katta foydali bo'lishiga ishonaman. Assalomu alaykum Dilobor opa. Bugungi podkastimizni men o'zim juda ham kutdim va hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Xullas, biza kosmetologiyada 6 yillik tajribamda kosmetologiyada hamma master klassiga qatnashib kelganman dog' bo'yicha. Bizaga o'sha professorlar, vrach kosmetologlar, firmani egalari tushuntirishgan, qanaqa piling qilinadi, qanaqa mezalar qilinadi dog'ga va dog' nimadan kelib chiqadi. Ular doim bizaga aytgan, dog' quyoshdan kelib chiqishi mumkin yoki sifat kosmetikadan kelib chiqishi mumkin yoki yallig'lanishdan kelib chiqishi mumkin va undan tashqari jigar, o't qopi, oshqozonda muammo bo'lsa-da kelib chiqishi mumkin. Va biz shu muolajani boshlaganmiz, ya'ni qilamiz. Pasientlarimizga piling qilamiz, mezalar qilamiz, lekin bitta muammoga men doim duch kelganman bunga javob topa olmaganman. Ya'ni pasientimga hammasi joyida, oshqozoni ham joyida, o't qopi ham, jigari ham hammasi joyida, lekin dog' ketmaydi. Yoki dog' qaytib chiqib keladi. Menga bu savolimga hech qaysi doktordan, professordan javob ola olmaganman Dilobor opa. Xullas, qachonki bitta pasientimda o'sha mana shu muammo bo'lmaguncha o'tgan yili yaqinda shu muammo bo'ldi. Bitta pasientim bor, Dilobor opa, 10 yildan beri dog'dan qiynaladi. Meniga har yili bir marta keladi. Dubayda yashaydi. To'g'ri, Dubayda yashaydi, issiq davlat deyishingiz mumkin, lekin ular quyoshda yurmaydi, faqat kechasi yuradi, quyoshdan saqlanadi. Shunday qilib, ular menga muolaja oladi, dog' ocharadi, lekin 3 oydan keyin yana qaytib chiqadi. Ularda o'sha muammo har doim. Meza qilganman, piling, hamma narsa qilib ko'rganmiz xullas. Keyin bu safar keldi, men ularga aytdim, "Davay dog'ga muolaja qilamiz." Men aytdim, "Yo'q, qilmayman. Bu safar men iltimos qildim, check-up qilishini. Polni check-up qiling. Sizda nimadir muammo bor, men bilmaydigan. Birinchi tekshirasiz, keyingina nimadir qilamiz" dedi. Men o'zim xohlamadim. To'g'ri, bizning ayollarimiz xohlamaydi doktorga borishni, ovora bo'lishni xohlamaydi, lekin men nastoyat qildim, "Boring, iltimos, bo'lmasa men davolamayman" degandan keyingina bordilar. Endokrinologga bordim. Endokrinologga borgandan keyin bilasizmi, Dilobor opa, ularda juda ham ko'p gormonal muammolar kelib chiqdi. Va endokrinolog ularni srochno ginekologga yubordi. Ginekolog undan keyin UZIga tushdilar. UZIga tushganda ularda 3 xil o'simta topildi. Ya'ni 2 xil kista. Hozir men sizga analizlarni ko'rsataman, o'zingiz ham ko'rib chiqasiz. Ularda 3 xil kista aniqlandi va bitta tomonida o'simta. Noaniq o'simta bo'lganligi uchun onkologiyaga yuborildi. Onkologiyadan aytildiki, srochno operatsiya qilish kerak. Bo'lmasa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Va srochno operatsiya qilindi. Aytmoqchi bo'lganim, dog'ni davolaymiz deb biza o'sha hatto rak bo'lishni oldini ola oldik. Bu meni juda ham o'ylantirdi. Men izlanishni boshladim. Endokrinolog tomonidan biroz o'qib chiqdim, o'rganib chiqdim. Va meni to'g'risini aytsam, gormonlarning qanchalik o'sha dog'ga bog'liqligini men o'shanda tushunib yetdim va sizga savol bermoqchiman. Nahotki o'sha estrogenni pastligi, ferritinni pastligi, vitamin D ni yetishmovchiligi va kortizol balandligi qanchalik o'sha pigmentatsiyaga, melansitga bog'liq? Rahmat kattakon Zarina. Avvalambor bu podkastga taklif qilganingiz uchun sizdan juda minnatdorman. O'ylaymanki, bu podkastni ko'radigan, siz yuqorida aytgan tomoshabinlarimiz, bemorlarimiz, patsientlarimiz va hatto kosmetologlar ham bugun o'zi uchun kerakli ma'lumotlarni oladi degan umiddaman. Chunki bu savol nafaqat sizga, balkim bizga ham beriladi dog'lar bo'yicha. Men o'zim ham dog'lar bo'yicha как patsientman, ya'ni bu haqida men Instagram sahifamda ham yozgan edim. Men ham kosmetologga borib, lazer usulida ko'zim tagidagi dog'ni oldirganman, shlifovka qildirganman, ya'ni tashqari tarafdan. Lekin xuddi sizga o'xshab qayerdan nimaga paydo bo'lib qolganini yaqin oragacha bilmagan edim. Hozir bugun o'ylaymanki, shu savolga, dog'lar bo'yicha savollarga javob berishga men ham harakat qilaman. Nafaqat tajribam orqali, balkim bilimlarimiz va aynan o'zim ham patsient sifatida ham bu savolga to'g'riroq javob berishim mumkin. Ya'ni qanaqa qilib nima ishlar amalga oshirganmiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Qarang, juda ham to'g'ri, kosmetologlar tashqi tarafdan dog'larni ochartirishga har xil pilinglar, muolajalar, lazer usullari hozir juda ham ko'p chiqib ketdi. Ko'pidan xabarim bor, ko'pidan xabarim yo'q. Men
ularni ham harakat qilasizlar. Lekin har doim men bitta narsani aytaman, teri bu ichki organlarni ko'zgusi. Ya'ni To'ppa-to'g'ri. ichki holatdagi organizmda kechayotgan holatlarni bizga tashqariga chiqazib beradigan bir Signal. hisoblanadi va bundan tashqari teri bu yana shu o'rinda aytaman gormonal organ. Ya'ni gormonal organ. Buni kamdan kam unga inobat olishadi. Ya'ni terida bo'layotgan o'zgarishlar qaysidir joyda biza uchun gormonlar bilan bo'layotgan o'zgarishlarni уже sekin signal berishni boshlaydi. Ya'ni men o'zim mana siz hozir faqat yuzdagi dog'larni agar gapirayotgan bo'lsangiz, men hozir sekin olib kelishga harakat qilaman. Shaxsan men patsientlarni 90% yechintirib ko'raman. Ko'pincha holatlarda u ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, farqi yo'q. Yosh qizlar tем более. Ya'ni biza yechintirib ko'rganingizda, bilasizmi, hozir ko'pchilik ayollar hijobda, masalan, ko'pchilik tashqari kiyimda kiyadi. Ichkarida nima bo'layotganini hattoki o'zligi ham bilishmaydi. Yechintirganingizda hamma kartinalar ochilishni boshlaydi. Ya'ni nafaqat yuzda dog'lar, balkim terida, masalan, qo'ltiq ostida, tirsaklarda, joy sohasida, qorin sohasida umuman juda ko'p dog'larni ko'rish mumkin. Bu o'sha sizlar aytadigan dog'lar ham har xil bo'ladi. Ya'ni melaninli dog'lar yoki nabarot oqish dog'larni, har xil dog'larni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Har xil dog'larni bo'lishi. Ya'ni faqat dog'lar emas, ya'ni o'zgarishlar, teridagi o'zgarishlar, bular barchasi siz aytganingizdek gormonlar bilan, defitsitlar bilan va plus yana masalan anemiya bilan ham связаны bo'lishi mumkin, bog'liq bo'lishi mumkin. O'sha biz sekin ko'raverib o'sha o'rganishni boshlaymiz. Va juda ko'p dog'lar homiladorlikdan keyin paydo bo'ladi. Ya'ni ayollarda homila nima uchun unaqa bo'ladi? Hammasi ham balkim bir gormonsiz usullar. Hozir biz gormonalniy tarafga ham ketamiz. Hatto sizni ham bir anaqaga solishim mumkin bu tarafdan. Mana ko'rdim, hozir patsientingizni yaxshilab eshitdim. Ular 85-yil ekanlar, ya'ni men bilan baravar 40 yoshda. Aynan gormonlar bilan o'zgarishlar bo'lishi yoshda, ya'ni 35 yoshdan keyin ayollarda bo'ladigan holat adenomioz, endometriotniy kista, boshqa. Va bu yerda haqiqatda biz hozir podkastdan oldin ham analizlarni ko'rdik. Juda ham yetishmovchilik holatlari bor. Ferritin past, gormonlarda o'zgarishlar bor. Va shu o'rinda agar mana shifokor sifatida patsient keldi dog' bilan, hozir sekin shu yerdan boshlaymiz. Birinchi navbatda eng to'g'ri narsa bu anamniz yig'ish. Hozir siz patsientingizdan ham bitta narsani shundoq anaqa qildim. Dubayda yashaydi vas. Dubayda ular kunduzi yurishmaydi, kechasi yurishadigan anaqani aytyapsiz. Ya'ni bu nima holat? Mana qarang, kunduzi uxlashadi, kechasi yurishadi. Ya'ni bu sirkadniy ritmlarga qarshi borish, ya'ni kechasi melatonin gormoni yuqori bo'lib, kortizol gormoni pastga tushish kerak paytida u patsientlar ko'chaga chiqib yurishadi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni kortizolni искусственно ko'tarishadi. Ya'ni tabiiy bo'lmagan holatda ko'tarishadi. Bu Dubay aholisini praktik hammasiga tegishli. Kechirasiz, Toshkent ham Dubaydan qolishayotgan joyi yo'q. Hozir agar kechasi ko'chaga chiqib qolsangiz, mashinalarni ko'pligidan odam hayratda qoladi. Bu kechasimi, kunduzimi bila olmay qolasiz. Juda ham nima deydi bizda ham hozir Dubay nomer 2. 2 bo'lgan. Ya'ni bu narsa nimaga olib keladi? Qarang, kortizol yuqorilanadi, kerak emas paytda. Ya'ni bizda men даже balkim ekranga ham qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Kortizolni tabiiy sekretsiyasi degan narsa bor. Ya'ni kortizol gormon ertalab 7-8 da baland bo'lishi kerak, kechqurun 8 dan keyin pasayishi kerak. Bu norma. Ya'ni hech qachon kortizol gormoni o'zi hamma uchun aytaman, buni ko'p gapirishga harakat qilib, bir xilda bo'lmaydi. Har doim pastga tushadi, tepaga tushadi, pastga o'ynaydi va eng pikoviy davr bu ertalab baland bo'lishi kerak, kechqurun minimum past bo'lishi kerak. Va mana shu past bo'lishi o'rniga biz nima qilamiz?
kechasi kortizolni ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz. Svet Uxlamaymiz. hisobiga, uxlamaslik hisobiga, ya'ni organizm javob berish kerak o'sha svetga, uxlamaslikka va kortizol baland bo'ladi. Va buni natijasida ertalab o'rnimizdan turishimiz uchun pikoviy kortizol yo'q bo'ladi. Ya'ni ertalab kortizol past bo'ladi. Tushunarli. Yo'q, kortizol ertalab o'rnimizdan tura olmaymiz yoki quyosh chiqqanda uxlab yotiladi hozirgi kunda. Juda ko'pchilik erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ya'ni ertalab yaxshi svejiy kortizolni o'tkazib yuboramiz. Nimagadir hamma kortizolni yomon ko'radi. Mana masalanda kortizol bu dushmandek qarashadi. Na samом деле biz kortizolsiz yashay olmaymiz. Biz kortizolsiz ertalab tura olmaymiz. Kortizolsiz davleniyamiz ko'tarilmaydi. Kortizolsiz bizni bu hayotda masalan aytishimiz mumkinki, agar rostmana kortizolingiz yo'q bo'lsa, agar kortizol ishlab chiqariladigan organni olib tashalsa, siz murda holatida bo'lasiz. Ya'ni tirik bo'lishingiz mumkin, lekin na davleniya yo'q, na boshqa yo'q. Ya'ni ertalab o'rningizdan tura olmaysiz. Juda ham muhim. Juda ham muhim. Va sizdagi o'sha patsient yillar davomida kechasi bilan uxlamagan kortizoli ertalabga past chiqadi. Va eng katta dog'ga hozir endi biz birinchi mashqdan boshlaymiz. Eng ko'p teridagi dog'larni eng ko'p sababi eng qizig'i baland kortizol emas, past kortizol. Yo'q. Da, eng ko'p men hozir sizga даже yana bitta nima ham berib ketaman, bu yog'iga tekshirtirish. Eng ko'p dog'larga sabab bo'ladigan jarayon bu past kortizol, ertalabki past kortizol. Va juda ko'p bo'ladi bu narsa. Aynan dog'larni, ya'ni pigment dog'larni ko'pligi bu past kortizoldan dalolat beradi. Va hattoki shu o'rinda aytib o'tamanki, o'sha yuzdagi dog'lar tushish nima hisobiga bu bo'ladi? Bu qaysidir paytda kuchli stress bo'lgan, yillar davomida stress bo'lgan, ya'ni kortizol ko'p ishlatilgan. Всё, hozir ertalabki kortizol yo'q. Va shunaqa patsientlarda o'zi 3 ta narsaga qaraymiz. Kortizol past kortizolligini aniqlash uchun bu juda ham oson. Agar sizlar tarafdan kelib chiqadigan bo'lsa, demak bu pigment dog'larning ko'pligi, ya'ni teri yuzda, qorayishda, qo'lda dog'larning bo'lishi bir. Ikkinchisi bu past davleniya bo'lishi, ya'ni o'sha patsientni qon bosimini pastligi, doimo past yurishi, ertalab turganda holsizlik bo'lishi, ertalabki holatini, ya'ni ertalab o'zini ko'tara olmasligi, bu ikkinchi belgi. Va uchinchisi reaktiv gipoglikemiya deymiz. Bu qanaqa holat? Buni albatta bilish sal qiyinroq. Ya'ni qand miqdorining tushib ketishi o'z-o'zidan. O'z-o'zidan, ya'ni agar qorni och bo'lib qolsa yoki uzoq vaqt ochliksiz qolib ketsa, bunaqa holatda o'sha inson titrab qolib gipoglikemik holatni bo'lishi. Mana shu narsa endi albatta buni hozir aniqlaydigan apparatlar, ya'ni glukometr uzluksiz CGMlar chiqib ketgan, buni aniqlasa bo'ladi. Lekin agar ham dog' bo'lsa, ham davleniya past bo'lsa, ham patsient yuzlari xuddi ozayotgandek, mana o'sha patsientingiz ko'rsatdingizmi agar rasmi so'lg'in yuzi, sariq, so'lg'in, как будто unga odamlar aytishi boshlasa, sen qanaqadir g'alati ozyapsan, g'alati nima so'lib boryapsan, bu kortizol pastligidan. Va mana shu yerdan ketishimiz kerak. Va yana bitta moment aytaman, o'shaqa paytlarda biz kortizolni aniqlashimiz uchun qondagi usuldan foydalanmasligimiz kerak. Kortizolni aniqlash uchun yoki so'lakda, bu mana agar effektiv past usul deb aytsak, bu birinchi o'rinda qondagi usul hisoblanadi. Ya'ni kortizolni qonda aniqlashi neinformativniy deb bilaman. Shaxsan men kortizolni qonda umuman aniqlamayman. Sababi nimaligini ham tushuntirib aytaman. Keling, qon olinayotgan, mana biz ertalab turdik, qanchadir miqdorda baribir kortizol ishlab chiqarishni sintezni boshlaydi. Ya'ni u patsient o'rnidan turmagan holatda birinchidan bo'lishi kerak edi. Xo'p, mayli. Keldi, o'rnidan turib keldi, laboratoriyaga olyapti. Lekin nina kirishini o'zi ham bu organizmga stress hisoblanadi, уже baland bo'lib ketishi mumkin. То есть bu neinformativniy. Qayerda kortizolni tekshirish informativniyroq hisoblanadi. Bu birinchisi so'lakda, ya'ni shunaqa usullar bor. Hozir laboratoriyalarimizda so'lakda kortizolni tekshirsa bo'ladi. Bu
levelni Aniq javob shunda chiqadi deb более deysiz. aniq Da, javob. более Ha, aniq. более aniq javob va kortizol so'lakda tekshirish usuli yoki sutkalik machada kortizolni tekshirish. Ha. Ya'ni sutka macha yig'ib turib, u yerda kortizol metabolitlari 17 katta steroidni tekshirish orqali kortizol ko'p yoki kam ajralayotganiga xulosa qilishimiz mumkin. Вот именно siz o'ylayotgan kortizol balandligi emas, to'g'ri kortizol pastligidan ko'pincha bo'ladi. Ayniqsa ketmaydigan, yillar davomida bo'ladigan dog'larni tagida kortizol pastligi yotadi. Va bunaqa patsientlarga tashqariga nima bilan shug'ullangandan tashqari kortizolni gormonni berishdan oldin birinchi rejimini to'g'irlatishga majbur qilishimiz kerak. Vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish, kortizoli past insonlarga och qolish mumkin emas. Ya'ni ular ertalab turishi bilan 1 soat 40 minut ichida ovqatlanishi shart. Ya'ni nonushta bo'lishi shart. Da. Bizda hozir qanaqa? Nonushta Turishadi, yo'q. kofeni shundoq damlashadi. Och Например, qoringa. och qoringa kofe bodrить qiladi, kortizolni sal ko'taradi vaqtinchalik, keyin ketishadi ishga. Da. И To'qlikni beradi bu bu to'qlikka beradi va bu narsa Metabolizm. bilasizmi, yillar davomida shu ahvolda yursangiz, keyin истощениеga olib kelishi mumkin. Haligi dog' вообще tuzalmasligi mumkin. U kofening zararidan emas, ya'ni ertalabki noto'g'ri ovqatlan, hayot tarzidan. hayot tarzida bu benzinni, ya'ni ertalabki yorug'lig'ini yetarli bo'lmaganidan. Va shunaqa patsientlarga albatta shu momentda aytib o'tishimiz shart va kortizolni ozgina ko'taradigan hamda terini tiniqligiga yordam beradigan narsa bu vitamin C hisoblanadi. Ya'ni vitamin C'ni ichishimiz kerak. Ichish kerak bu patsient. Kamida 500 milligram, qayerdadir biz 1000 milligrammgacha ham beramiz. Shuning uchun dog'i borlarga birinchi sovet hozir agar birinchi xulosani keltiradigan bo'lsak, ayniqsa pigment dog'i bor insonlarga va dalsha aytaman, hattoki psoriaz va vitiligasi borlarga, ya'ni pigmentsiz dog'lari bor insonlarga ham baribir so'lakda ertalabki kortizollarni tekshirish maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni ertalabki kortizolni 10 dan past bo'lishi so'lakda скорее всего kortizolni pastligi bilan связаны holatlar bor. Ferritin bilan bog'liq, vitamin D-chi. Вот. Endi qarang, bu agar prям gormonalniy holatga aytadigan bo'lsak, endi hammada ham masalan bunaqa holat bo'lmaydi o'zi. Bu ko'proq shu истощение уже ozib ketib, hayotida juda ko'p stresslar o'tkazgan insonlarga tegishli bo'lsa, agar unaqa emas, aytaylik yetishmovchilik jihatdan ham, ya'ni o'zi umuman teri kislorodga boy bo'lishi kerak, gipoksiya bo'lmasligi kerak. Organizmda gipoksiya bo'lmasligini asosiy mahsuloti, ya'ni kislorod tashuvchi mahsulot bu temir hisoblanadi. Bizda temirni qonda aylanib yurgan temirni o'lchashimizdan ma'no yo'q. Masalan, biz bog'langan temirni, ya'ni oqsil bilan bog'langan temir va uni jigardagi zapasini o'lchashimiz kerak. Bu ferritin hisoblanadi. Ferritin miqdori ham dog'larda ahamiyati juda ham katta. Ya'ni chunki gipoksiya bo'ladi terida. Keyin kstati faqat dog'larda emas, bu teridagi bo'ladigan holatlarda ferritinni past bo'lganda yana nima holatlar bo'ladi? Akne eng ko'p. Ya'ni akneni, teridagi aknega sabab bo'ladigan, ayniqsa o'smirlar paytida teridagi aknega sabab bo'ladigan holatlardan biri, akneni ketmasligiga sabab bo'ladigan holatlardan biri bu ferritinni pastligi. Nimaga? Buni yana ulaydigan bo'lsak, o'zi tseppochka organizmda hech narsa bekorga bo'lmaydi. Hech qaysi reaksiya, hech qaysi gormonal yetishmovchilik bekorga bo'lmaydi. Sababi akne, mana hozir biz akne temasiga ham sal o'tib ketdik, lekin baribir aytib o'taman. Bu dihidrotestosteron, ya'ni aktiv testosteronni ko'payganidan, ya'ni yomon testosteronni to'g'rirog'i, yaxshi testosteron ham bor, misol uchun bizga mushaklarni nima qiladi va yomon testosteron ham bor. Mana shu yomon testosteronni ko'payishi jarayonida, ya'ni shu reaksiyalarda
yaxshi testosterondan yomon testosteronga o'tish jarayonida kerak bo'ladigan ferment, ya'ni 5 reduktaza fermenti uchun ham temir kerakli. Agar shu temir yetishmovchiligi bo'lganda yomon testosteronga o'tib ketish bo'ladi. Shu jarayon uchun ham biz ferritinni balandroq ushlab yurishimiz kerak. Va shu o'rinda ferritin bu temir zapasi bo'lib, ferritin normada ayollarda 45 dan baland bo'lishi kerak, erkaklarda 100 dan baland bo'lishi kerak. O'zi ko'pincha holatda erkaklarimizda ferritin pasaymaydi. Bu ikkita sababga bog'liqli joyi bor. Shuning uchun erkaklarda ugri ham kamroq, dog' ham bo'lmaydi. dog' ham kamroq bo'ladi. Endi aytganda. Bu birinchi sababi, bu erkaklar hayz ko'rmaydi. Ya'ni temir yo'qotmaydi har oyda va ikkinchi sababi ulardagi testosteronni borligi. Ya'ni testosteron bu eritropoetinni sintezida muhim ahamiyatga ega gormon hisoblanadi. Shuning uchun erkaklarda teri tozaroq, qalinroq, dog' вообще uchramaydi, aknelar kamroq bo'ladi nisbatan. Shuning uchun asosiy akne qizlarda bo'lganligi uchun ularda birinchi bo'lib anemiyani ham inobatga olishimiz kerak va gemoglobin miqdorini, endi mana hozir viloyatdan ham qo'shishligi mumkin boshqa, har doim bizda gemoglobin miqdorini nimagadir viloyatlarda bu moda bo'lgan bilmayman, 100 dan baland bo'lishi norma deb hisoblashadi. Ya'ni saniki 100 ekan ketaver. Bo'lmagan gap. Ya'ni qancha bo'lishi kerak? Gemoglobin ayollarda 130 dan baland bo'lishi kerak, erkaklarda 140 dan, hattoki 180 gacha ham norma hisoblanadi. Agar grubo aytganda, masalan, sportsmenlarda 180 bo'lishi mumkin. Ayollarda esa 120 dan 130 gacha, даже 140 gacha norma hisoblanadi. Bizda gemoglobinni juda ham gemoglobinni 100 norma deyiladi. Bu juda ham noto'g'ri. Va har doim faqat gemoglobinga qaramaymiz, chunki gemoglobin paka boshida norma bo'lishi mumkin. Biz ferritin miqdoriga qaraymiz. Albatta, har doim men taklifim analiz topshirayotganda hech qachon umumiy qon tahlilini emas, balkim ferritinni ham tekshirish kerak. Ferritinni tekshirib turib, ferritin bilan birgalikda davo ishlarini olib borish kerak. Ferritinni ham ko'tarish holatida. Chunki har doim anemiyani davolaganimizda birinchi gemoglobin ko'tariladi, keyinroq ferritin ko'tariladi. Shuning uchun bunga kamida 2-3 oy vaqt ketadi. Lekin terida o'zgarishlarga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni buni ham mana shu tajribam nimasida уже ko'rib chiqdim. Haqiqatdan o'sha dog' bilan kelgan pasiyentlarga endi hammasini endokrinologga yuboribman. Ferritin 4-5 ko'p insonlar, ayollar 10 juda ham past chiqyapti. Bu bizani ayollarga xos narsa. Sababi nimaga? Bizani ayollar eng katta muammosi, hattoki hozirgi kunda ovqatlanish ham deb aytolmayman, ferritinning pastligi, chunki ovqatlanish Allohga shukr, hozir O'zbekistonda sharoitlar yomon emas. Praktiski hammaning uyida go'sht bor. Praktiski, endi aytmayman, balkim bordir shunaqa sharoitli, lekin hozir korzinkalarning ko'pligidan aytishimiz mumkin, hamma hayoti yomon emas. Praktiski oldingilarga nisbatan yaxshi. Ya'ni bu ovqatdan emas. Bu ko'proq ayollarni ko'p miqdorda hayz yo'qotishdan. Ya'ni bee'tiborlikdan. Nimaga? Bunga nima olib keladi? Вот, yaxshi savol. Вообще bizani ayollarimiz ko'p hayz yo'qotayotganini bilmaydi. Просто bilishmaydi. Normal deb qabul qilishadi. Norma deb qabul qilishadi. Ya'ni pampers tutishi, ya'ni juda ham ko'p miqdorda qon ketayotganini, kechasi postelga qon o'tib ketganini, qanaqadir ishda o'tib ketishlar bo'lishini bu norma deb bilishadi. Bu norma emas. Biza men просто hamma uchun aytaman, ayol kishi bitta sikl davomida 80 ml qon yo'qotishi kerak. Undan ko'p emas. 80 ml bu bitta ichadigan kofeyiz bor-ku, chashkangiz bu 200 ml hisoblanadi. Ya'ni yarmichalik qon yo'qotish kerak. Yarmidan kam. Yarmidan sal kamroq ham. 90 ml. Buni ayollar bilishmaydi. Ya'ni normada deb o'ylashadi. Va shuning uchun ham borishmaydi doktorga. Borishmaydi ham, pampersni olib yurib, pampers yoki bo'ladi. So'ray, plus patsientlar bilan ko'p gaplashamiz bu narsani. Bir siklda bir pachka
norma. Prokladka ishlatib yuborishadi. Bu norma emas. То есть слишком ko'p. Demak, ko'p ketadi. Borish kerak vrachga, sababini aniqlash kerak. Nimaga bunaqa? Ginekologik sabablarni ko'rib chiqish kerak. Spiralda bo'lishi mumkin ayol, masalan, tuqqandan keyin spiral qo'ydirgan sababini topish kerak, sababini yo'q qilish kerak yoki hayz kelayotgan payti qonni kamaytiruvchi preparatlar ichish kerak. Kerak bo'lsa spirallarni o'zgartirish kerak. Bu narsani qilish kerak. Bu shunaqa bo'lishi gormonlarni qanchalik bog'liq gormonlar bilan? Gormonlarga ham bog'liq holat bo'lishi mumkin. Qon-qosmon bez gormonlarning holatiga, prolaktinni gormoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lsa ham o'sha hammada har xil sabab bo'lishi mumkin. Hammada har xil holat. Lekin biz o'shani to'g'rilashimiz kerak. Shu o'rinda bitta narsani aytaman, hozirgi kunda insonlar o'zi qo'li bilan, o'zi qilayotgan ishlari bilan gormonlarni izdan chiqarishyapti. Bu birinchi navbatda odamlarning hozir rejimi yomonligida, ya'ni uxlamayotganligida. Ya'ni biz ertalab o'sha aytganimdek kechasi bilan uxlamaydi. Kerak emas paytda ertalab uxlaydi. Ya'ni biz testosteron baland bo'ladi, kortizol baland bo'layotgan paytda u patsient uxlaydi, keyin turadi. Izdan chiqazyapti. Ya'ni mana shu siklni izdan chiqazyapti. Hamma gormonlar o'zini yo'lda. Bu birinchi sababi bo'lsa, ikkinchisi ovqatlanish orqali. Ya'ni biz betartib ovqatlanishimiz, kerakli mahsulotlarni yemasdan kerakli emas narsalarni ko'proq iste'mol qilishimiz, bu bo'laga kiradi shakar, o'sha aytganimizdek har xil mahsulotlar, hozirgi mo'ga boy mahsulotlar, tabiiy bo'lmagan mahsulotlar, suv miqdorini kam ichish, kstati suv ham katta rol o'ynaydi, juda ham katta. Hammasi ketaveradi. Tsepочка bo'libdi. Keyin bora-bora, конечно, bunaqa holatda yillab yurgan insonda gormonal o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Shu narsalarda ham katta rol o'ynaydigan moment bor. Yana bitta moment vitamin D ni ham pastligi. Mana vitamin D chunki barcha gormonal sistemada, barcha gormonlar retseptida bor pro-gormon hisoblanadi. Hattoki bu vitamin emas, pro-gormon. Qachon vitamin D to'liq bo'lsa, norma yetarli bo'lsa, shuncha nima desam ekan, shuncha boshqa gormonlar yaxshi ishlaydi. Ko'p, demak, gormonlar vitamin D ga juda ham bog'liq. Почти hamma gormon. Hamma gormon. Почти hamma gormon. Shuning uchun vitamin D ni miqdorini ko'rishimiz kerak, ichib ko'rishimiz kerak. Sizga давайте savol beraman. Men savol beraman. Bo'ldi. Nimaga hozir hammada vitamin D kam chiqyaptimi deb o'ylaysiz? Menimcha quyoshdan, ya'ni bizada quyoshimiz yaxshi, lekin nima desam ekan, juda ham ta'siri yomon quyoshimizni. Havodan deb o'ylayman. Bir sababi bo'lishi mumkin. Yana nima sabab ekan? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa sabablar bo'lishi mumkin? Bir sababi to'g'ri, hozir bizda atmosfera va qatlami yaxshi emas. Shu holat ham bir sabablardan bo'lishi mumkin. Yana lekin bizda defitsit har doim, hamma ayolda chiqib kelyapti. Menda o'sha savol o'zi qiziqtiradi. Men o'yladim faqatgina o'sha havomizdan deb bilaman, ozuqamizdan vitamin D. O'zi normada avvallari odamlar вообще shunaqa bo'lgan, vitamin D ni quyoshdan olganmiz. Ya'ni qanaqa qilib quyoshdan olingan? Hatto mana chaqaloqlarga солнечный vanna degan narsa berilgan avvallari. Hozir pediatrlar berishmagan bunaqa narsa. Ya'ni u qanaqa? Juda ham oson. Tug'ilgan chaqaloqni yozda bo'lsa yalang'och, qishda bo'lsa o'rangan holatda, yuzini ochgan holatda qo'liga olib chiqib qo'yilgan. Ertalab soat 9 dan 12 gacha bo'lgan davrda. Hozir hech kim qilmaydi bu narsani. To'g'ri, qilmaydi. Hozir hech kim prosta chaqaloqni olib chiqib qo'ymaydi. Misol uchun quyoshga, primoy quyoshga olib chiqib qo'ymaydi. Ya'ni bu avval pediatriyada bo'lgan narsa, солнечный vanna. Bu birinchisi. Ikkinchisidan qaysi hozir kim yengi yo'q, nima desam yoki kalta kiyim kiyib yuribdi. Quyosh ko'rmaydi hozir odamlar. So'chib siz ham hijobdasiz. Например, bunaqa ayollar hijobda, masalan, ko'pchilik hijobda, ko'pchilik yengi uzun kiyimda, hijobda bo'lmaganda ham qatdan quyosh kirish kerak. Qatdan. Вот biz quyoshda yurganimizdagina biz quyosh orqali vitamin D ni sintez ola olamiz. Bizda prosta praktiski hozir hamma quyoshdan qochadi.
To'g'ri. Oldindagi biza yoshligimizda, endi siz mendan ancha yoshsiz, biza yoshligimizda chimyo'lga chiqib zagar olganmiz. Bizga nima deyishardi dodalarimiz? "Davay, ol zagar, anaqa qilgin, Qumda yur." zagar olgin, qishda kasal bo'lmaysan" derdilar. Mani buvamlar. Xuddi gap bo'lmaydi mana. San zagar olgin, qishda haqiqatda bu tagida ma'no bor. Zagar yozda olib, vitamin D ni yig'ib olingan. Hozir hech kim zagar olmaydi praktiski. Hamma krem suradi, SPF suramiz, endi biz o'zimiz suradi. aytamiz to'g'risini aytsam, quyoshdan himoya qilish To'g'ri. uchun. Demak, vitaminda qatdan sintez bo'lsin. Siz SPF surasiz, hattoki yuzingizdan ham sintez bo'lmaydi уже. Chunki SPF suriladi. Вот. Lekin dog' tushmasligi uchun ham SPF surish maslahat beramiz-da endi kosmetolog sifatida. Hech nima SPF surmayman. Ya endi to'g'ri, u yerda sporit qiladigan momentlari ko'p, lekin aytmoqchimanki, bo'ldi, biz quyoshdan qo'rqamiz. Lekin bitta savol, mana vitamin D ni olamiz quyoshdan, lekin o'zini vaqti bor, to'g'rimi? O'sha vaqti zararsiz vaqti. Zararsiz vaqti soat 9dan 12 gacha bo'lgan davr. Zararsiz vaqt. Bunda odamlar uxlashadi. Hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda ya'ni biza mana shu eng foydali paytda hozirgi kunda odamlar yo mashinasida ishga ketadi, yo yurmaydi. Hozir avtobuslarda kamchilik yuradi, kiyim yangi uzun bo'ladi. To есть biza hozir sintez qilmaymiz. Shuning uchun avvalgiga nisbatan hozirgi kunda vitamin D defitsiti kuchli. Даже yozlarda ham nima qilinadi? Konditsionerli bor xonaga ko'chiradi. Bu bir anaqa, ya'ni keyingi sababi o'zi bizni quyosh kam ko'ryapmiz. Mana masalan, даже shu joyi ham olaylik. Na oyna bor, na svet tushmaydi. Ya'ni искусственный svetga ko'proq o'rganganmiz. Tabiiy svet tushmaydi bizga. Просто tabiiy svetdan kam anaqa. Hamma zatemyonniy oynalarda, ishxonalar zatemyonniy oynada, chunki yozda o'tga nima tushadi-ku? Quyosh tushadi-ku. Hamma yoz zatemyonniy. Вот, biza ko'ryapsizmi? Rivojlanishi bir tarafi yaxshisi, bir tarafi yomon taraflari ko'pligida. Вот sizga vitamin D ning defitsiti. Plus keyin hozirgi kunda odamlarning yog'dan qo'rqishi. Umuman yog'li narsalarni kam yeyishi, foydali balig'i kam yeyishi, sariyog'i kam yeyishi, chunki sariyog'da, baliqda, jigarda vitamin D bor. Masalan-da. Endi shu sun'iy yordam sifatida nimalardan vitamin D olsa bo'ladi? Birinchi navbatda vitamin D ni tekshirish kerak. Tekshirmasdan turib vitamin D berishni tavsiya qilmayman. Agar past bo'lsa demoqchiman. Past bo'lsa vitamin D qabul qilinishi kerak. Albatta, vitamin D qabul nazначение bilan, endokrinolog maslahati bilan. Endi bizdan profilaktik dozirovkalarni aytishim mumkin. Masalan, yosh bolalarda 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda 2000 dozirovkagacha, kattalarda 5000 dozirovkagacha xavfsiz dozirovka hisoblanadi, lekin vitamin D si juda ham past insonlarga bu dozirovka yetmasligi mumkin. Masalan, ichganingizda aytishim mumkin, ma'lum bir insonlar bor. Ulardan bittasi o'zimman. Ularda VDR retseptorini polimorfizm, ya'ni genetik vitamin D yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Uni genetikasini ham o'tkazish maslahat beriladi, endi конечно vrach bilan. Agar unaqa insonlarga вообще 20 ming doza har kuni berish kerak. Chunki bu yerda individualni ko'rish kerak. Misol uchun sizda 10 chiqishi mumkin, ko'chada yuradigan xo'jayiningizda masalan 45 chiqishi mumkin. Biz ayta olmaymiz kimda. Semiz inson, lekin bitta narsa aniq aytaman, semiz insonlarda vitamin D yetishmovchiligi ko'proq bo'ladi ozg'in insonlarga nisbatan. Chunki yog' to'qimasiga ko'proq kerak vitamin D. Yog' to'qimasi ko'p bo'lgan insonlarga. Shuning uchun erkaklarga va semizlarga biz ko'proq ham nazar qilamiz. Qarang, endi xuddi shu savolda keyingi patsiyentim bilan ham shu muammo bo'ldi. Ya'ni bulardan keyin keyingi patsiyent yozildi, men ularga o'xov tanlab berildi, uzoqdan edi. Keyin ular bilan ko'rishganimizda oradan 1 oy o'tdi. Men ularni ko'rgandan keyin aytdimki, o'sha gormonlarga topshirdi, gormonlar yaxshi chiqmadi, endokrinologga yubordim. Ular endokrinolog bilan ishlashni boshladi. 1 oyda mana shu 16 yoshda chiqqan dog' 1 oyda 50% ga ochardi. O'zi ham shokda, xursandligidan meni ko'rib o'tishga kirdi. Boshqa chet elda yashar ekan o'zi. Xullas, istoriyasini aytib beradigan bo'lsam, qisqa qilib 16 yoshda dog' tushgan jag' tomoniga va u aytadiki, 5-6 marta kojniga borgan, dermatologga borgan, faqat tashqi tomondan davolangan va ular aytganki, oshqozondan bo'lishi mumkin degan, zond ham yutganman, hammasi joyida chiqqan dedi. O'shaning uchun bu dog'imga hech qachon davo topa olmaganman.
va keyin uchrashganda bildimki, farzandli bo'lgan, 2 marta farzandli bo'lgan, lekin farzandlari olamdan o'tgan. Bitta farzandim aytadiki, 40 kundan keyin sog'lom tug'ilgan, 3,5 kilo, 40 kundan keyin ovqat yemay qo'ydi. Qayt qilishni boshladi. Davo topolmadik, olamdan o'tdi. Doktorlar aytdiki, 4 infeksiyasi, lekin 4 infeksiyasi aniqlanmadi. Ikkinchi marta farzand ko'radi 2 yildan keyin, yana farzandi 1 oydan keyin ovqat yeyishi, hazm qilish, metabolizm yaxshi ishlamaydi va 6 oy saqlaydi. 4 kilo tug'ilgan bola 2 kilo bo'lib qoldi dedi va biz anaqasini topolmadik, ya'ni sababini topolmadik. Doktorga kelgan, endi viloyatdan edi, Toshkentga keladi va doktor davolashni boshlaydi. 700 grammgacha semiradi bola. Yaxshi tomonga o'zgarishni boshlaydi. Lekin afsuski yordam berisha olmaydi. Yana o'sha metabolizm ovqatni hazm qila olmasdan qaytib chiqarganligi sababli olamdan o'tadi. Endi men ularni analizini ko'rdim-u, analizda kortizol bilan bog'liq muammosi bor edi. Men aytdim, kortizol bilan bog'liq muammo bo'lsa, bu tomonda dog' chiqadi-da. Keyin men shunchaki qiziqib izlanib ko'rdim. Izlanib ko'rganimda PubMed o'sha saytida, ilmiy saytida maternity kortizol bo'limida yozilgan ekanki, men o'qiganimda, agar o'sha kortizol gormoni homila orqali, o'sha plasenta orqali homilaga o'tar ekan va keyinchalik o'sha metabolizmga ta'sir qilishi mumkin ekan. Tadqiqotlar o'sha o'tkazilgan ekan, homilador ayollarda o'sha kortizol gormoni yuqoriligi homilaning metabolizmiga ta'sir qilib, tug'ilgandan keyin ham oziqlanishiga, o'sishida katta ta'sirini o'zi o'tkazar ekan. Nahotki shunchalik kortizol gormoni faqat onaga emas, tug'iladigan farzandlarga ham bog'liq bo'lsa. Endi bilasizmi, bu yerda bilmadim. Mani nimamda bu yerda kortizoldan ham burun, yo'q, bog'liq bo'lishi mumkin, lekin yana bir narsa aytaman, kortizol bu stress gormoni bo'lgani uchun balkim stresslar ko'proq bog'liq ham bo'lishi ehtimoli yo'q emas, lekin siz aytayotgan keysda bu yerda ikkita bolasi ham bunaqa holatda bo'layotganini hisobga olganda, bir xil muammo bilan olamdan o'tgan. Тут genetik qanaqadir muammo bo'lishi ham mumkin. То есть uni tegi yetishmaganmi keyin? Tekshirgan ekan, genetikani ham tekshirgan, hammasi tekshirgan, lekin aytadiki, hech qaysi vrach menga gormonlaring tekshir deb aytmagan deydi. Faqatgina oshqozon ichak o'zida tekshirilgan, hammasi yaxshi chiqqan. Tashqi tomondan davolangan, tug'ruqdan oldin ham o'sha analizlar topshirgan, gamoglobin yaxshi chiqqan, lekin aytadiki, menda hech kim ferritin, kortizol degan o'sha gormonlarga tekshirtirishga hech kim aytmagan deydi. Buni albatta ko'rish kerak. Nahotki o'sha aytmoqchi bo'lganim, 16 yoshda bu muammo kelib chiqqan. Ya'ni bo'lishi mumkin. Конечно, bu yoshlikda ham kelib chiqishi mumkin. Misol uchun kortizol bilan muammolar yoshlikdan ham, onadan o'tishi mumkin, hattoki misol uchun ona tug'ilish bilan ham bo'lishi mumkin bu holatlar. Lekin bu yerda o'tirib spesifik ko'rish kerak hamma momentlarni, chunki mani fikrimcha bu holatda genetik bolasiga nisbatan genetik momentlar bor, keyingi homilalar bunaqa bo'lmasligi uchun обязательно genetika xulosasi kerak. Bu yerda cho'tta не то bor, gormonlardan ham ko'ra. Chunki gormonlar, qarang, genetikadan farqli ravishda gormonlarni ma'lum bir gormonal bezlar ishlab chiqazadi. Ya'ni ichki gormonlar bezi ishlab chiqazadi. Ya'ni kortizol buyraklar usti bezi, masalan, qalqonsimon bezi D4, D4 ni, ya'ni qalqonsimon bez gormonlarni, gipofiz esa trop gormonlarni, ya'ni boshqaruvchi gormonlarni, oshqozon osti bezi insulinni, tuxumdonlar estrogen, testosteronni, urug'donlar тоже testosteron, estrogenni ishlab chiqazadi. Ya'ni har bir organni o'zini ishlab chiqazadigan gormoni bo'ladi. Ya'ni gormonlar juda ham kam miqdorda juda katta ishlarni qilib yuborishi mumkin. Haqiqatda. Lekin bu holatlar agar u a'zo, masalan, tuxumdonlar zararlanmagan bo'lsa, buyraklar usti bezda qanaqadir avariyalar, boshqa narsalar ko'rinishda nima qilmagan bo'lsa, yoki gipofiz
da boshda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmagan, ya'ni zararlanmagan bo'lsa, u a'zolar butun bo'lsa, уже funksionalniy, ya'ni organik emas, funksional o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin. Aynan uni holatida, ya'ni kortizolingiz baland bo'lishiga ham, qarang, kortizol baland bo'lishiga ham, past bo'lishiga ham nimadir sabab bo'lgan. To'ppa-to'g'ri. O'sha sababni topa bilishimiz kerak, agar organik o'zgarishlar bo'lmasa va o'sha sabab mingta narsa bo'lishi mumkin. To'g'risi. O'sha 16 yoshli qizni hayotidagi o'zgarishlar, stress faktorlar, kechasi uxlamasligi va go'sht yemay qo'yish. Endi men misol uchun aytyapman-da, qanaqadir sabab chet elga ko'chib ketishi, ya'ni Chet elga klimatda ko'chishdan avval bo'lgan ekan, turmushga chiqqandan keyin bo'lgan. balkim qanaqadir holatlar sabab bo'lishi mumkin. Buni anamnezini yaxshilab o'rganishimiz kerak. Shuning uchun har doim so'raymiz, o'zi menda ham shuni, dog' nimadan keyin paydo bo'ldi? Ya'ni nimadan keyin paydo? O'sha joyga o'sha bilan birgalikda olib borish kerak. Agar haligi gormon ishlab chiqazadigan organlar sog'lom bo'lsa, ya'ni tirik bo'lsa, grubo aytganda, ya'ni joyida turgan bo'lsa, demak boshqacha tarafga, funksional tarafga ketishimiz kerak. Kortizol shunaqa gormonki, aytdim-ku boshda, ya'ni siklichdan ajralib chiqadi. Bir baland bo'lishi kerak, normada ertalab baland bo'lishi kerak, kechqurun past bo'lishi kerak. Bizni hattoki men shunaqa beraman, ikkita probirkaga tuflab kelasizlar deyman. Ertalabkisini ham o'lchayman, kechqurungisini ham o'lchayman. O'zi dunyoda praktikasi 4 marta ham o'lchashadi. Ertalab bir o'lchashadi, obeddan keyin, kechqurun yotishdan oldin va kechasi ham o'lchaydigan holatlar bo'ladi. Endi men uchun ertalab va kechqurun yotishdan oldingi holat muhimroq interpretatsiya qilish. Shuning uchun siz aytayotgan holatlarda albatta so'likda yoki siylikda ham tekshirib ko'rish kerak. Rostdan ham balandmi yoki pastroqmi, qanaqa holatlar, belgilari bormi? Mana qarang, yuqori kortizolni past kortizol bilan farqlash tarafi, past kortizolda har doim dog'li bo'lsa, yuqori kortizolda striyalar bo'ladi. Ya'ni qorin atrofida, yelka atrofida, ko'krak atrofida yorilib ketishlar, qorayishlar emas, imенно yorilishlar bo'ladi. Bu kortizolni katabolik xususiyati hisoblanadi. Terida shunaqa o'zgarishlarni nima qilish. Yana bitta savolim, oxirgi savolim. Endi bizada so'rovnoma o'tkazganimizda 100 dan 60% ayollar dog' muammosida. Ulardan so'raganimda asosan homiladorlikdan tushgan dog'lar va ketmagan. Mana shu vaqtda homiladorlik vaqtida melansitlar bilasiz ishlashi buziladi. Nimaga bu dog'lar ketmaydi? Nimaga ketmaydi? O'sha gormonlar bog'liq, ya'ni gaplashdik, ferritin, kortizolga bog'liq, vitamin D ga bog'liq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ayollar nima qilish kerak? Misol uchun homiladorlik vaqtida dog' tushmasligi uchun va ketishi uchun. Aytganimdek, dog'i вообще o'zi homiladorlik payti shunaqa bir ajoyib payt ayol kishi uchun. Homiladorlik paytida ayol kishida gormonlarni piki bo'ladi. Ya'ni progesteron juda ham ko'p miqdorda bo'ladi, estrogen juda ham ko'p miqdorda bo'ladi, testosteron ko'p bo'ladi, insulin fiziologik ko'payadi, kortizol ham ko'payadi. Ya'ni ko'p gormonlar giper holatda bo'ladi. Nimani hisobiga? Bu homilani saqlab qolish, chunki homila biz uchun yot organizm hisoblanadi, lekin uni o'sishi, rivojlanishi uchun hamma sharoitlar yaratiladi. O'zi idealda to'g'ri homiladorlikda, normal homiladorlikda ayol kishi homiladorlik paytida chiroylilashishi kerak, go'zallashishi kerak. Bu norma hisoblanadi. Nimani hisobiga? Gormonlarni ko'payishi hisobiga. Ya'ni estrogenlar ayolni chiroylilashtiradi. O'zi bilsangiz, bir xil aytishadi, voy, pram ochilib ketibsan-a, deyishadi bir gormon. Вообще hamma ayol kishi ochilishi kerak. Lekin hozirgi kunda teskari ishlayapti-da. Nima sababdan? Qarang, o'zi ayol kishi homiladorlik payti chiroyli bo'lishi kerakligini hisobga olganda, bu homiladorlikgacha bo'lgan paytda defitsitlarni bo'lishi va o't qopi, shuningdek jigar holatidagi buzilishlarni bo'lishi. Ko'pincha holatda уже homiladorlar shundoq kirishadi, homiladorlikka kiradi ayollar, toksikoz boshlanadi.
Toksikoz bo'lmasligi kerak normada. Normada Bo'lmasligi toksikoz kerak. bo'lmasligi kerak. Demak, Toksikoz biror sabab borki, toksikoz da, bo'ladi. toksikoz bo'lmasligi kerak. Ko'pincha bu o't qopi bilan muammolar bor. Shuning uchun homiladorlikda nabarot terilarni yaxshi bo'lib olishi, sochlarni yaxshi bo'lib olishi, dog'larni kamroq bo'lishi ko'proq norma. Agar rost dog' tushyaptimi bu holatda, demak rostdan ham nimadir o'zgarish bor. Ko'pincha o't qopi bilan muammo bor, ya'ni o't qopi zastoy bo'lyapti. O'z homila kattalashgan sari siqishi hisobiga o't qopida zastoy bo'ladi. U homilador kam suv ichyapti. U homilador anemiyasi bor, u homilador vitamin D spas, ferritin, to есть скорее всего homiladorlik emas bo'tga sabab homiladorlikdan oldingi yetishmovchiliklar sabab bo'ladi ko'pincha va unaqa holatlarda albatta gormon aytdim-ku hali teskarisiga ishlaydi. Kerak nima desam ekan, foydali bo'lib ishlamaydi. Yaxshi testosteron emas, yomon testosteron, yaxshi progesteron emas, kamroq progesteron. Ya'ni shu holatlar ham bo'lishi shu holatga sabab bo'ladi. Endi qanaqa qilib buni to'g'irlash kerak yoki nima qilish kerak homiladorlikdan keyin desak, jigar detoksikatsiyasiga qarashimiz kerak. Endi jigar detoksikatsiyasi shunaqa narsaki, qarang, fermentlar yaxshi chiqsa ham jigar faoliyati yomon ishlayotgan bo'lishi mumkin. O't qopi yaxshi ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib o't qopi yaxshi ishlayotganini bilishimiz kerak yoki yomon ishlayotganini bilishimiz mumkin. Bu ko'ngil aynashi bo'lmasligi, bu hidga yomon ta'siri bo'lmasligi. Ko'pchilik mana hid yoqtirmaydi. Все, уже o't qopi bilan muammo bor. Хотя bilirubin normada, ayiltayzda normada, ich kelmasligi, qabziyat, bu o't qopi bilan 100% muammo borligida. Men hayron qolaman, bir xillar aytishadi, haftada 2 marta ichim keladi deyishadi. Это ужас, просто ужас. Конечно, dog' paydo bo'ladi, haftada 2 marta toksinlar yig'ilib, o'sha yerda nima bo'lgandan keyin. Va yana shu o'rinda bitta narsa aytmadim. Yana endi u ko'proq vitiligoga sabab bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bez gormonlarini faoliyatida ham o'z tirazin degan aminokislota bor. Tirazin degan bu tashqaridan oladigan aminokislotamiz, u 3 ta joyga qarab ketadi. Bu qalqonsimon faoliyatini yaxshilash uchun, bu melaninni sintezi uchun, ya'ni bizda normal melanin chiqishi uchun va bu buyraklar usti bezini faoliyati uchun. Eng qizig'i adrenalin, anaqa kortizol uchun. Eng qizig'i stress bo'lgan paytda, например, faqat stressga qarab ketadi. То есть hamma narsa bizda stressga ko'proq, stress shuning uchun hamma kasalliklarni boshida turadi. Buni misoli bilasizmi, qanaqa bilan aytishim mumkin? Misol uchun kimdir yaqini o'lsa yoki qanaqadir boshiga juda ham kuchli ish tushsa yoki avariya bo'lsa, soch bittada oqarib ketadi. Bilasizmi? Bitta maqol emas, ibora ham bor. G'am chekkan odam birdan qorayib ketibsiz deb aytamiz. O'sha yerda melanin sintezi buziladi. O'shaning uchun odam qorayib ham ketishi mumkin. Qanaqadir yuzda dog' paydo bo'ladi, stress oqarib ketadi, stress. O'shaning uchun biz birinchi bo'lib agar mana shu podkastda agar prям menga bitta narsa aytsangiz, dog' hosil bo'lmasligi uchun nima qilish kerak desangiz, eng anaqasi hammasidan stressga tushmaslik maslahat berardim. Eng katta sabab hozirgi kunda stress. Biz stressni hattoki stressligini чувствовать ham qilmaymiz. Stress borligini чувствовать qilmaymiz. Qanaqa qilib buni bilish mumkin desam, endi stress опросникlar bor, boshqa narsalar bor. Kechasi tinch uxlashingiz kerak. Uxlash rejimini birinchi navbatda to'g'irlash kerak. Kechasi uyg'onib ketishlar bo'lmasligi kerak. Kechasi chuqur uyqu bo'lishi kerak. Keyin stress bor yo'qligini endi hozir har xil gadjetlar chiqyapti. Masalan, hatto даже men aytishim mumkin, mana men o'zim ham shunaqa uzuv taqaman, aura uzuv bor. Mana misol uchun yoki huplar hozir degan anaqa brasletlar bor. Shularda ham tekshirsangiz bo'ladi. Вот реально aytaman, bir ajoyib anaqa bor. Mana shu uzuvchi stress olib uxlagan kuni, ertasi kuni tiklanishing yomon deb yozadi. Yo'q. Masalan,
anaqa qilib. Man unaqa oddiy uzuklarda ham qorayib qoladi, bilasizmi? Tilla bo'lsa ham qorayib Hop. qoladi tagi. Demak, shu Hop. stressdan Yo'q, undan deb aytolmaymiz. Bu o'zi telefonga ulangan anaqa datchiki bor. Buni o'shaning ichida uchun. telefon yo'q, bu anaqasidan emas. Misol uchun bu hozir ultra human chiqqan, aura chiqqan, menga sovg'a qilishganda, bu siz stressingizni qanchaligini Ko'rsatib beradi. ko'rsatib beradi telefonda. Ya'ni kechasi yaxshi uxlamaganingiz. Wow. Вроде бы yaxshi uxlaymiz. Aha. Tursangiz ertalab neto uxlagansan, nimani hisobiga yurak sekinlashmagan uyqu paytida tez urgan. Siz bezovta bo'lgansiz. Mana misol uchun 2 kun uxlamay, sen qayta tiklanmayapsan deydi. Odamlar necha kunlab uxlashmaydi sizga Necha savol. kunlab uxlash Men kerak? shunaqa ko'p patsientlarim bor. Endi hozir ro'za Ramazon oyini ham hisobga olganda ertalabgacha uxlamay chiqadiganlar bor. Ularda garantiya, dog' ham, diabet ham, keyinchalik hammasiga garantiya. Men как endokrinolog garantiya beraman. Uxlamayotgan odamlar keyinchalik yurak qon tomir katastrofalari, insult, infarkt, har xil kasalliklar, qandli diabet, rak, xohlagan kasallikni Keltirib chiqaradi. ketishyapti. O'zlari borishyapti. O'zlari ketishyapti. O'zlarini qadamlari bilan ketishyapti. Kстати, jigar detoksikatsiyasi ham shu bilan bog'liq. Jigar nimaga mana hozir aytyapmiz-ku, analizlar yaxshi bo'lsa ham anaqa deymiz, sababi biz uxlaganda jigar ishlaydi. Kechasi biz uyg'onamiz, jigar ishlamaydi. Bunaqa gaplar. Shuning uchun birinchi uxlashdan boshlashimiz kerak. Mana podkastimizni ko'rgan bo'lsangiz, dog'ni kelib chiqish sabablarini, siz eshitmagan haqiqatlarni Dilobar opa bilan aytib o'tdik. Aytmoqchi bo'lganim, har bir kosmetolog ham, patsientlar ham, dog'i bor patsientlari albatta birinchi navbatda sizda dog'ingiz ketmayaptimi yoki qaytib chiqayotgan bo'lsa, birinchi navbatda endokrinologga borishingizni maslahat beraman. Keyin kosmetologga. Ana o'shandagina sizni dog'ni kelib chiqish sababini bilgandan keyingina dog'ni davolashingiz mumkin. Menda juda ham o'sha tajribamda aytib o'tamanki, juda ham ko'p patsientlar faqatgina bu kosmetologdan u kosmetologga borishadi. Dog'ni ocholmagan, davololmaganligi uchun, lekin aslida dog' mana ko'rib turganingizdek, faqat sabablar bitta emas, juda ham ko'p bo'lishi mumkin. O't qopi, jigar, oshqozonda emas, balki gormonlarga ham sababchi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun dog'da muammosi bo'lgan patsientlarimiz yoki kosmetologlarimiz ham o'zlarini patsientlarini albatta birinchi navbat dog' chiqyaptimi, qaytib ketmayaptimi, albatta endokrinolog maslahati bilan davolashni maslahat beraman. Albatta, men ham nima degan bo'lardim, juda ham to'g'ri aytyapsiz. Arina, fikrlaringizga qo'shilaman. O'zi har qanaqa muammo aytaylik, bu sababini aniqlashdan boshlashimiz kerak va men o'zim ham aytaman, albatta bu tashqarida dog' bilan yurish yoki akne bilan yurish juda ham неприятно. Nafaqat ichi bilan, balki o'sha tashqi tarafi bilan ham sizlarning yordamingiz kerak, kosmetologlarning yordami kerak, chunki usiz bo'lmaydi. Misol uchun tashqi tarafdan hech qanaqa savet bermayman har doim. Lekin aytaman, siz ichingizni ham davolang, shu ichkari bilan davolaylik, effektni ko'rasiz deyman. To есть hamma narsa взаимо nima bo'lishi kerak, birgalikda bo'lishi kerak. Ya'ni ham u yerga, ya'ni sizlarning ishinglarning sifatini ko'rsatib berish bu yoq tarafdan bo'lishi kerak. Bizani ham qilayotgan natijaga yaxshiroq borish uchun tashqi tarafdan ham muolajalar, uxotlar, chunki rostdan ham mana misol shaxsan o'zim kosmetologda to'g'rilaganman. Nimami, dog'immi demoqchiman. Baribir tashqaridan ham albatta har kunlik masalan kosmetologga borish albatta bu tashqi tarafdan kerak. Tashqi tarafdan ham kerak. Men ham to'g'ri deb bilaman. Demak, bir marta kosmetologga bormasdan uy sharoitida ham davolanish kerak. To'g'rimi? Fikrimga qo'shilasizmi? Albatta, u tarafi ham, конечно, odam o'ziga bog'liq. Chunki patsientlar faqatgina kosmetologga borib bitta muolaja qildim, yuzim yaxshi bo'lib qoladi degan fikrda yurishadi-da. Ularda aslida 50% protsedura, 50% домашний uxotga bog'liq. Bir-biriga hammasi bir-biriga bog'liq. Chotgan narsalarga ham juda ham bog'liq. Da. Men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. Men aytdim, o'sha birinchi patsientim kista bo'lgan, nima bo'lgan, estrogen muammolar bo'lgan, gormonlarda muammolar bo'ldi. Ularga muolaja qilmadik. Ishonasizmi, bir oyda dog'i 70% ga o'chardi. Hech qanday muolajasiz. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Chunki muammo ichkarida bo'lgan. Sabab har xilda, juda ham har xil. Bu yerda kimga qanaqa bo'lishdi-da. Juda ham har xil holatlar bor. Hech qachon, например, men qo'shimni surgan krem menga tushadi degan gap emas-da. Xuddi shunaqa narsa-da. Chunki hammada muammo har xil. Bittasida bitta muammo sababli, bittasida boshqa anaqa bo'ladi. Shuning uchun endi o'shaning uchun har bir patsient
o'zi borish kerak. O'zi borish kerak, Individual o'zi yondashuv. endokrinologga borish kerak, hammasi individualniy, har bir patsientga qarab. O'shandagina o'sha dog'ni muammosini qayerdan kelib chiqqanligini biz endokrinolog bilan bilamiz. Ular aytgandan keyin biz shunga qarab davolaymiz. Endi o'zi patsientlar ham hozir aqlli bo'lib ketishyapti. Mana shu podkastlardan keyin boshqa keyin izlanishlarni boshlashyapti. Shunaqa bilimlarni ham olishlik kerak. Xursandman. Da, yo'q, baribir kerak bu narsalar. Munjaro'ga fikringiz qanaqa? Voy, bu tema уже ko'tarilib, nima deydi, nima qilib bo'lgan. Masalan, lично men qarshiman kosmetolog qilishga. Sababi nimaga? Birinchidan, bu narsani o'zi oxirgi payt qilishyapti. Asosiy maqsad, давайте ochiqchasiga hamma narsani o'zini oti bilan aytish kerak. Asosiy maqsad bu yerda maqsad tijorat maqsadda, endi pul anaqa qilish maqsad. Nimaga? Chunki men aniq bilaman, kosmetologlar bu peptidlarni haqiqiy patogenezini, qayerga ta'sir qilishini, qanaqa dozada menga juda ko'p keladi patsientlar kosmetologdan yoki telefon qilishadi. Reels ko'rishadi va o'lib qoladi va men kosmetologdan munjaro olgan edim. Yaxshi, boringda o'sha kosmetologingizga boringda, qanaqa qutqargisi kelsa qutqarib olsin, nima qilgisi kelsa. Chunki bu Oxirida sizga keladi. oxirida menga telefon qilib, men qabul qilmayman unaqa patsientlarni. Nima qilsa, o'sha qilgan odamga boring. Yo'q bo'ldi, oqto'ba, ko'kto'ba qildim, boshqa bormayman. Necha doza oldingiz? Bilmaydi. Necha doza qildi? Bilishmaydi. Nimaga u doza qilindi? Bilishmaydi. То есть kosmetologlar uchun только natija kerak. Faqat natija. Ya'ni patsient ovqat yemasligi kerak, ozib kelish kerak bir haftadan keyin. Keyin eng yoqmaydigan narsa nimaga unaqa qilishadi, men tushunmayman. Наверное, тоже pulga bog'liq. Shpritsi qo'liga berishmaydi. Bu shpritslar individual patsient uyda ishlatish uchun mo'ljallangan. Hech qachon to'g'ri o'rgatish kerak, boshqa qilish kerak, lekin menga kelib olishingiz kerak degan joyi yo'q. Bu patsientga o'rgatilishi kerak faqat. Patsient uyda qilishi mumkin. Конечно, uyda qilishi mumkin. O'zi qilishi mumkin. Va bu juda ham серьезный preparatlar, o'ziga xos, ya'ni uni har xil guruhlari bor, har xil ta'sir joylari bor. Demak, Munjaroni olishdan oldin ko'p analiz topshirish kerak. Albatta, check-updan o'tish kerak, oshqozon ichi tizimini bilish kerak, o't qopda tosh yo'lga ahamiyatga ega berish kerak. Umuman bu preparat o'zi kerakmi, kerak emasligini bilish kerak. Bizda 56 kiloda ham munjaro qilayotganlar bor. Masalanda, nimaga? Nima keragi bor? Bu peptidlarni o'zini ta'sir joyi bor. To'g'ri, peptid u gormon emas, ko'pchilik gormon deb o'ylaydi, gormon emas, bu peptid, oshqozon ichi traktida o'zi tabiiy ishlab chiqarilgan peptidlarni uzaytirilgan varianti da hozir bu diabet uchun, ortiqcha vazndan xalos uchun juda ham удобный patsientlar uchun ham, vrachlar uchun ham instrumentlar hisoblanadi. Shaxsan men o'zim ham patsientlarimga yozaman, lekin har doim buni tushunib yozish kerak. Ya'ni bizda bilasizmi, masalan, men patsientlarimda Munjaro yoki Ozempic yoki вообще Semavik farqi yo'q. Qaysi peptid qilishimdan qat'iy nazar nimani o'ylayman? Ertaga infarkt, insult bo'lib qolmasligini, ertaga jigar gepatozi kamayishini o'ylayman. Vazni ketishdan ham ko'ra. Ya'ni sog'lig'ini o'ylaysiz birinchi sog'lig'i navbatda. ko'proq ahamiyatga egaroq. Bu vazn ketish orqali amalga oshadi, lekin ko'proq boshqa narsani o'ylagan holatda. То есть patsientlar bu qilishni o'ylashda emasda. И bu yerda albatta meni личный fikrim, bu yerda endokrinolog назначать qilish kerak bu dorilarni. Faqat bitta peptidni olib ketish kerak emas. Vitamin D kam bo'lsa, vitamin D sini ichish kerak, oqsil kam bo'lsa, oqsil. O'tda birgalikda gormonlarni tekshirtirib olib borish kerak. Birgalikda hammasini birgalikda qilish kerak. Mana shunda effektivroq bo'ladi. Lekin o'sha gap, patsientlar o'zini hurmat qilgan, o'sha tekshiruvlardan o'tadi, reklamalarga uchganlar borib, qildirib, kelgan, baribir yana endi qaytib keladi. Shu boshqa gap yo'q. Shu to'g'risi. Rahmat kattakon. Shu. Bu podkastimiz hammaga juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman va keyingi podkastimizda yana qaysi muammolarni olib chiqishimizni xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiring.